Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Tovuqlar uchun temirdan tayyorlangan qafasimiz bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Kanalimizga obuna bo'ling. Eng sira yangiliklarni birgalikda kuzatib boring deb qolamiz. Qafasimiz uzunligi 1.70, balandligi 1.60. Temirdan tayyorlangan qafasimiz. Tagi polli. Setkalar ham qalin setkalardan tortilgan. Don idishlari mana chiroyli qilib, keng holatda qilib tayyorlangan. Ochilib yopilishlari ham mana chiroyli tarzda tayyorlangan. Eshiklari mana va mana pollari, tuxumdoni, qo'noqlari. Bu qafasimizda o'rtacha 25-30 ta tovuqlar yashashi mumkin. Yon tomonlari mana chiroyli holatda tayyorlaganmiz. Murojaat uchun telefon nomerlarimiz. Shoh 91 kanaliga obuna bo'ling. Eng sara yangiliklarni kuzatib boring.